Xudo xolasa o'zbeklarimiz endi hammasi boy bo'ladi. Endi ish bilan ta'minlanadi do'stlar. Endi chet elga borib, Rossiyaga borib, ruslarda ishlab, u ham mayli, nimadir portlasa, nimadir bang'illab ketsa, doim o'zbeklar aybdor bo'ladi. Xudo xolasa bunaqada hammasidan do'stlar qutulamiz. Do'stlar, videomizga like qo'yib, "Malades O'zbekiston" deb yozish eslangdan chiqmasin. Mana xudo xolasa sizlar uchun do'stlar, mana shu biznes loyiha do'stlar. Shu biznes loyihani qilsalaring, o'zbeklarimiz o'zi uyida, ota-onasini oldida, voy berilib ketdim yoshga. Bola chaqasini oldida pul topar do'stlar. Bilasizlarmi? Nechta o'zbeklar bo'lib etajdan tomdan tushib ketyapti, u yoqdan tushib ketyapti bechora o'zimiz o'g'lonlar. Mana biz yaqinda ham nima qilib, o'sha nimadir bo'lib, sabab o'rislarni ko'chada kechqurun pichoqlab qo'yishdi, shu bola keldi. Nima bo'ldi? Ota-onasi qanaqa qiyin qildi? Farzand qoldi orqasida do'stlar. Xudo xolasa, nima biznes loyiha deydigan bo'lsangiz, bu biznesda qilolmaydigan o'zbek qolmadi do'stlar. Bu shunaqa ham osonlashtirib yuborishdiki, bu biznes loyihani любой o'zbek qila oladi. Faqat o'g'lon, kuch-quvvat bo'lish kerak do'stlar. Telefonda operator o'chirib tursang yaxshi bo'ladi do'stlar. Men operatorgam. Do'stlar, operator yaxshi olyapti yo'qmi do'stlar? Xo'p, endi bu biznes loyihani nech pul topsa bo'ladi? Nech kishi o'zbeklar? Faqat bitta o'zbek emas ekan, ommalar, ikkita, uchta aka-ukalar bo'lish kerak ekan. O'rtoqlar, jo'nonlar birga bo'lib turib shaqsa ham bo'lishyapti. Akani o'zi ham mashteritoriyada topyapti. Hozir buni ko'rsatib, o'zi nech pul topayotganini, qani boshqalardan foyda qilayotganini do'stlar aka bo'lishga qaror qildi. Keling aka. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan shu xalqimiz o'ylab aka, qiynalib nima qilayotganingizga aka, Alloh kuch-quvvat bersin sizga. Endi qo'llab-quvvatlanib aka, nima biznes loyihani aka o'zimiz bitamdek ochib ko'rsatasizmi aka? Bo'ldi endi o'g'lonlar aka. Haqiqimda ish qilishsin aka, to'g'risi. Rossiya juda xor qivordi biz o'zbeklar, to'g'risi. Shunday. Kamoliddin aka mana shu biznesni nech pul bilan boshlasa bo'ladi? Mana o'zingiz nech pul bilan boshlagansiz aka? Shu biznesni men boshlaganman 35-40 million bilan boshlaganman aka. Katta summa bilan boshlagan. Hozir buni ham boshlaman degan odam 35-40 million bilan boshlash kerak. 20 million atrofida pul bilan boshlasa bo'ladi. 20 million so'm atrofida pul bilan. Matisi ham puli bas ekanda aka. Xudo xolasa, keyin uy sharoitida qilsa bo'ladi-a buni. Bemalol. Siz birinchi bo'lib men bilishim bo'yicha uy sharoitida qildingiz. Keyin mana hozir mana ishlab chiqarishga chiqqansiz, ha? Shunday. Xudo xolasa, aka, bu biznesda batafsil nima ketadi aka? Bitta komplekt nech pul bo'ladi aka? Bitta komplektni shu nech pulga qilib berasiz? O'zbekiston bo'ylab 800, 850, 900. Nima ko'rsataman? Ko'rsatganingiz zo'r. Shuni oling aka, pardani ochinglar aka, bir ko'rsin aka, nimani qilib berishingizni bitta ko'rsatinglar aka. Komplektda aka. Bering aka pardani. Nimasini qilib berasiz aka buni komplektida aka? Komplektida aka. Xo'p. 3 ta mashinaga qolibimiz bo'ladi. 3 ta mashina qolib. Xo'p. O'zingizda aka 6 ta ekan, nariyada 6 ta qilgan ekansiz. 8 ta qolib bor. 8 ta qolibsiz, mashalloh, mashalloh. Lekin 3 ta bilan boshlasa bo'ladi. Endi komplektda hammada 3 ta. Hammada 3 ta. Bizda ham endi o'sha qatori boshida 3 ta bo'lgan. Boshida 3 ta. Endi 3 ta bilan ish boshlanadi-da. Ha, 3 ta bilan ish boshlanadi. Etap chiqib ketaveradi. Endi 3 tada mashinadan tashqari endi buni latok kolonnasi bor, kompressor, mikser, pulverizatор, hamma yo'g'i yangi beriladi. Xullas olib borib shu 3 ta qolib bilan kassetalar to'liq holatidan tashqari o'sha latok kolonna beriladi. Latok kolonna. Kompressorlari ham bo'ladimi aka ichida? Ha, kompressori, mikseri mana bunaqa. Uni mikserini ham bitta ko'rsin. Yangi bo'lar ekan, bu ham yangi ekan aka. Yangi, bu ham pulverizatori bo'ladi ekan. Xo'p, loy bochkasi bo'ladi shunaqa. Loy bochkasi mana uni. Loy bochkasi. Mana uni ham. Xo'p, buni nima deydi? Pena generator deb qo'yamiz, pena generator bo'ladi. Pena generatori bo'ladi. Bundan tashqari shuni oldin gel berardik, hozir hamma 100% parashok o'tib ketgan. Shu 1000 taga yetadigan 1 kilo parashok ketadi. Mana 1 kilo parashok. Do'stlar, o'zlari ishlab chiqarishadi o'sha yerda. Mana o'sha pena generator, mana bochka. Mobda mana bunaqa suv idishni o'zlari qilib olish kerakmi? Ha, suv idishni o'zlari qilib oladi. Bo'lmasa bu 200 litrlik bochka ham bo'laveradi buning ichiga. 200 litrlik bochkada endi ozgina yetkazib bo'lmay qoladi. 200 litrlik bochka bo'lsa, bir 2 ta, 3 ta qo'yib olsa, uspet qilaveradi. Uspet qilaveradi. Mana bu bitta qolib, bitta mana unisi pulverizatori, kompressori, mana xuddi o'sha kompressorlarga hammasi bir xil. Mana mishalgasi aka
Mana bunaqa narsalarchi mana shpatellar ham bularni endi o'zi oladi bunaqa. Shpatel unaqa mayda chutalarni o'zlari oladi. Aha. Endi biz olib borib o'rnatadiganimiz mana shu yerda 1, 2, 3 ta qolib, mana 3 ta qolib. Mana shunaqa latoga kolonnalari bo'ladi. Olib borib ishga tushirib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Agar xuddi shunaqa variantda bo'ladigan bo'lsa, shuni O'zbekiston bo'ylab $800 ga o'rnatib beraman. Qayerga bo'lsa. Imini shunaqa bo'lmaydi-yu. Endi hozirgacha sotganimiz ekan, mana bunaqa tagida profili bo'lmaydi. Ha. Profil bo'lmaydi. Profil bo'lmaydi. Hozir antda turganlari profili buni biz o'zimiz usulini qilib qo'yib olingan. Endi hozir bundan bag'iga xudo xolasa endi profil tagiga men o'zim qo'yib beraman shu narxning ichida. Shu narxning ichida qo'yib beraman. Aslan shu kungacha qo'yilmagan, lekin qo'yib beraman. Shamoldan aka mana nechta buloy bor ekan ozibatda. Bir 2 yil burun kelganimda ham ishlab chiqarayotganishyapti. 2 yil bo'ldi. Bino bor edi. Menimcha binoni olib tashlabsizlar, a? Bu yilga aka, bu yerda quyatirganimizga 2 yil bo'lyapti, ikkinchi yili. Uni Nargizdan edi, undan oldingi yil qo'yganman. 3 yil bo'lyapti, endi bitta narsadami bu aka? Mana shu qoliplarni shu Nargizdan edi nima qilganda ham siz video qilgansiz-da. Ana shu qoliplar 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri xizmat qilyapti. 3 yildan beri xizmat qilyapti, hali yangidek. Qilt etgan yo'qda. Endi bir remont qilib qo'yiladi, chapcha qonni qochadigan holatlar bo'lsa, mana zazori qochib qo'yganda, mana yog'ochni qo'yib turib, bitta urib qo'yiladi. Yana ishlayveradi, lekin chirigan, netgani yo'q. Chiroyli ishlayapti. Yangi qanday bo'lsa, xuddi shunaqa holat. Yo'lab ishlaydi. Ha. Endi aka sir bo'lmasa mana 3 kishi bolalaringiz ishlayapti ekan shu yerda. Necha puldan nima qiladi aka buni? Endi aka buni men mana nechta qo'yishadi kuniga? Bir kunda 400 ta qo'yadi. 8 оборот mashina qo'yadi. 20 ta yana quyishib, to'g'rilab qo'yadi. Bir kunda 400 ta bularda o'zining normasi. Ha, normasi 400 ta 3 kishiniki. O'zi aslida mana boshqa yerlarda quyatirgan joylari bor. 3 ta odam 5 ta qolib bilan 700 tadan quyadigan joylari ham bor-da. Asli bularda ko'p qolib. Endi mehnat qilib bular haligi xotida bir xilda ishlaydi. Zerikib qolib ertasiga dam olmaydi-da. O'shaning uchun bir xil tempda ishlayveradi. Xo'p, endi necha pul qoladi aka shu 400 ta buloyda? Shu narsani aka hozir men hisoblab bermoqchiman. O'zim yozib, chizib chiqqanman. Ro'zani kunida turibmiz. Yolg'on alinaqa yo'q, chiroyli qilib. Realniy holatda hisoblab beraman aka. Tak. Markerimiz bormidi bizni yo nimamiz yo? Tosh poshlarda ham bo'ladi. Keling, mana shu yerda bitta ko'rsatib bering aka. Hop. Qo'ying. Da 1.750.000 bir kunda ishlatilgan nimasi? Gipsi. 1.750.000 so'mlik gips ketadi. Endi bitta ko'rmaz ekanda aka. Ha, oyibroq yo'lding. 1.750.000 so'mlik gips. Gips ketyapti. Endi bolalarning xizmati bir kunda shu 400 tani quyatirgan bo'lsa 800.000. 800.000 bilan berasiz. O'sha 800.000 beraman. Har juma rachot. Ha, haftada bir marta rachot olishadi. Ha. Xo'p. Arendalni ham bir kunda 36.000 ga to'g'ri kelar ekan. Kuniga mana shu 36.000. 36.000 so'm arenda to'layman. 50.000 so'mlik oziq-ovqat ketadi. Bir kunda abitiga, faqat abit. Endi o'zimizda qishloqda bolalar ertadan kechqurun uyda cho'shadi. Endi sementga 72.960 so'mlik, 73.000lik anaqa ketyapti. Sement ketyapti. 73.000. Sement. Endi parashyut ketyapti. 36.000 so'mlik parashyut ketyapti. 36.000 so'mlik. 36.000 so'mlik. Shularning oldiga ham ketyaptirganlarinaqasini yozib qo'yaylik-da, чтобы точно bo'lsin. Parashyut aka 1 kilo ketadi. 1 kilo. Ha, 1 kilosi shu 36.000 ga to'g'ri keladi. Xo'p, 72.000 so'mni xo'p 50 kilo anaqa bo'lsa, bilan ko'paytirib, yo'q, bunday qilaylik. 32.000 so'mga oldim-da men. Mana olavering mana. Bo'lamiz. 50 kilolik anaqa 640 so'm ekan. Sementda kilosi. 640 so'm. 640 so'm bo'lsa ko'paytiramiz. Hop. 72.000 ketyapti. 72.000 bo'lasiz. 72.000 ni bo'laman 640 so'mga. Xo'p.
Shunda 112 112 kilo semen ketyapti shu 400 talniqaga-da. Bunga qancha ketadi, bunga qancha ketadi deb endi hisobini ham to'g'risi so'raydi-da, kilogrammigacha. Endi bu yoq o'zi nimasi? Men buni hammasini hisoblaganman, kiligimdan svetigacha to'liq. Sentagacha. Endi 4000 so'mlik bir kunda 400 ta blok qo'yganda 4000 so'mlikcha yoqib ham bormaydi. Chunki hammasi diodda. Shu realniy mana shu summa bo'lyapti ketgani, endi mana shu hammasi ketgani jami 2.750.000 so'mlik summa ketyapti. Bir kunda ketayotgan men qilayotgan rasxotim. Endi 10.000 so'mdan sotyapman aka. Buni mana shu joytidan 10.000 so'mdan biz yuklab beramiz. 400 10.000 so'mdan necha bo'ladi? 4 million. Rasa 4 million bo'ladi. 4 million bo'lsa, demak 2 million 1.250.000 toza qoladi bir kunda. Shundan 2.750.000 summa ketyapti o'shida qilgan rasxotim. Buni 4 million so'mga sotyapman. 1.250.000 sof foyda qoladi bir kunda. Sof foyda bir kunda o'zingiz ishlamaysiz. Yo'q. Men shunchaki pul tikaman, shu bolalarga Temon olib kelib berasiz, albatta. Ketadigan rasxotni qoplab berib tursam bo'ldi. Shu realniqasi. Endi qilaman deganlar qilsa bo'laveradigan ish. Do'stlar, mana xohlasangiz o'zingizga kelinglar, ko'ringlar. Bundan tashqari yana qanaqa qoliplar mana bu, qanaqa qolib mana bu endi gazavloy aka. Gazavloy uskunasi. Gazavloy ishlab chiqarish nimasi? Buni komplektini necha pul? Bu komplektni xudo xolasa Samarqandgacha bo'lgan joygacha, bizning adresimiz Namangan oblasti, Samarqandgacha $1500 ga olib borib o'rnatib beraveramiz. O'rnatib berasizlar. Mana shu komplekt. Olib borib o'rnatib ishga tushirib beramiz. Ishlatib ko'rsatib o'zlariga o'rgatib qo'yiladi. Zo'r. Xo'p, endi qoliplaringizning qanaqa xillari bor? Bu yerda endi mana shu qolipimiz o'zi assortiment. O'sha mana shu $850 bu. $800 ga o'sha o'zim ishlatayotgan prostoydan. Prostoyda ko'rdingiz, ikkita palasali. Bunda yevro qolib deb qo'yamiz buni. Bu $850 ga o'rnaydi. Xohlasan shunaqa gibrid qilib перегородка qo'yib beraman, 3-qolibiga. Xohlasan hammasini bir xil qilib beraman, отдельно перегородка olsin. Agar shunga doполнительный qolib oladigan bo'lsa, mana olgan paytda qo'shib oladigan bo'lsa 1.900.000 qo'shib beraveraman har bitta qolibda. Keyin zakaz qiladigan bo'lsa 2.100.000 yetkazib beraman. 2.100.000 ga. Xo'p, bular qanaqa bular? Bunimiz undaligi teshlik mana bunaqa qolibdan, blogda nimasidan qolibidan bu. Buni o'zi odam oladimi, xalq tushunadimi buni? Aka hozir uychida quydiryapmiz. O'zimiz mana Namangan oblasti 3 tumanda. Imni zakaz olib, o'sha yerda bolalar quyishyapti. Buni birato'la shuni ichiga armaturani tashlab turib, nimani ichida bo'lib ketaverar ekanda. Betoni ham birato'la. Blogi ham juda qimmatroq bunga nisbatan. Buni blogi 12.000 so'm. Qolipi ozmoz qimmatligi uchun. Asli qolipi ham qimmatroqqa bitadi-da. Buni qolibini aka xuddi mana shunaqa prostoy holatda bo'lsa, xo'p, $850 yetkazib beraman O'zbekiston bo'ylab. Agar yevro variantiga qo'yish kerak bo'lsa, uni kasetani almashtirsa bo'laveradi-da, razmeri bir xil. Uni yevro variantida ham qo'ysa bo'laveradi. Faqat kasetasini olib unga qo'yiladi. $900 olib borib o'rnatib beraman. Komplekt holatda bo'ladi. Komplektda shu 3 ta qolibi bo'ladi. Hamma qolibda ham, обычный bo'lsa ham, shunaqa holatda qolib bo'lsa ham, komplektida 3 ta qolib latok kalonda bo'ladi, bittadan mana bunday qolsin. Ikkovidan bittadan bo'ladi. Ikkovidan bittadan bo'ladi aka. Xo'p, undan tashqari bundaqa peni generator bo'ladi, bitta. Xo'p, mikser, pulverizatор hamma yo'q bor. Xo'p, loy bochkasi bo'ladi. Loy bochkasi ham to'kilishga udobli, shunaqa turbali qilib, chiroyli qilib qo'ygan. O'zimiz seximda qanday bo'lsa, xuddi shunaqa. Mana bu narsadan 1000 taga yetadigan farashoga beraman. Do'stlar, videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, do'stlar, like qo'yib, kommentariyaga Olg'a O'zbekiston yozishga nima qilinglar. Biz sizlarga penabloy bo'lmaydi, penabloy o'xshamaydi degan joydan biz do'stlar, aynan realniy o'zlari ishlab, o'zlari daromad qilayotgan joyda do'stlar, ro'zani kuni turibmiz. Mana xohlasalar kelinglar, ko'ringlar mana. Qo'yishadi, bitta sotganda уже ikkita odam shuni yarimni, shuni polni sotib oladi do'stlar. Chunki bitta odam olganda nechta oladi? 10 mingta, 5 mingta oladimi? 1,5 mingta, 2 mingtani atrofida oladi. Bitta katta uy qurayotgan odam 1,5 mingtadan boshlab 2 mingtagacha bo'lgan holatda oladi.
hozirgi kunda aka to'g'risi mana telefonimda hozir yana bor. Realniy zakaz olganman yana. Bu yoqdan mana bloydan yangidan berasan degan. Bu ham o'zi hozir quruq emasdan, o'ta quruq holatda emas. Qurigan berilyapti. Hozir o'zimda quruq bo'lmaganligi uchun baliqchiga mana baliqchiga 200 ta boshqasidan olib jo'natib yubordim. Ha, boshqasidan olib jo'natib yubordim. O'zimda bo'lganda mana shuncha blogim turibdi, lekin qurug'i yo'q. Ha, quruq bo'lmaguncha sotilmaydi bu narsa. Sotilmaydi. Undan tashqari mana oldindan zaklatini berib nima qilib qo'ygan. Zaklatni olib qo'yganmiz. Qurigan yetkazib beramiz. Do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan yana o'sha gap, laykimizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Biz O'zbekistonda Xudo xolasa inshaalloh yaxshi harakat qilib, mehnat qilib, o'zimizga o'xshagan bizneslar qiladigan bo'lsak, o'zimiz ham zo'r daromad qilamiz. Sog' bo'ling. Mana aka bitta narsasi mana shu yerda ko'rib qo'ying mana. Asha o'zimning обычный holatdagi qoliblarimda bir xil. Ularda aka mana hozirgacha sotgan anaqamiz tagida mana profili yo'q. Ha, profili yo'q. To'g'ri. Bundan bag'iga обычный olarni qanaqa olishdan qat'iy nazar, xudo xolasa tagiga profil qo'yib, чтобы mana shu narsalar tekst turishi uchun o'sha narsa qo'yiladi. Qo'yib beraman ichida. Tekin. Zo'r. Mana do'stlar, aka, Alloh kuch-quvvat bersin. Rahmat. Sog' bo'linglar.